Assalomu alaykum. Yankit mahallasi fuqarolari. Mana bugun Agrobank tomonidan navbatdagi sayyor qabul o'tkazilyapti. Shu sayyor qabul o'tkazishdan maqsad mahallada tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolar yoki bo'lmasa tadbirkorlikda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolar bilan qiynab kelayotgan masalalar yoki bo'lmasa takliflar bo'lsa, bemalol biz shu bank xodimlari sizlar takliflarni eshitib yoki murojaatlar bo'lsa, murojaatlarni ijobiy hal qilish bo'yicha shu yerga o'tiribmiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, marhamat, sayyor qabul ochiq bo'ladi. Kimda qanaqa savol bo'lsa, berishlari mumkin. Menda savol bor desam. Yo'q. Kimda qanaqa savol bo'lsa, marhamat, berishlari mumkin. Menda savol. Men hozirda ishsizman. Hozir shu o'zimni o'zim band qilish uchun qanday kredit amalari bor? Siz uyda ishsiz, to'g'rimi? Lekin o'zim chevarchilikka o'qiganman. Qarang, sizni endi o'zingiz band qilyapsiz. Birinchi navbatda ishsiz bo'lsangiz, o'zingiz band qilish guvohnomasini o'zingiz band ro'yxatdan o'tasiz. Har bitta mahallada, ya'ni shu jumla yangi mahallada ham mahalla bankirlarimiz va mahalla agentlarimiz faoliyat yuritib kelyapti. O'shalarga kerak hujjatlarni kelib o'chirishlarini sizga kirib yo'nalishi bo'yicha keng ko'lamli tushunchalar beradi. Ya'ni o'zim qisqaroq qilib tushuntirib ketaman. Bizni kirit yo'nalishi, ikkita kirit yo'nalishimiz bor. O'zimizda mablag'dan, endi bankdagi mahalla loyihasi 50 million so'm kirit ajratamiz. Bunda foizi 25% dan 5 yillik kiritamiz. Siz ya'ni uni kerakli hujjatlar o'zingiz band qilish to'g'risida guvohnomangiz, tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha. Keyin shu mahalladan hokimi, mahalla bankirimiz faoliyat yurityapti. O'shani tavsiyanomasi, agent tavsiyanomasiga ko'ra ajratib beramiz. Hammaga sayyor qabul ishtirok etgan hammaga fuqarolarga bemalol bundan tashqari, qabuldan tashqari ham bemalol bankka bo'lmasa shu mahallada faoliyat yuritgan mahalla bankirlari, mahalla agentlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nima masala yoki kirit olishda masala bo'lsa, hammasini ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat, ishtirok etasiz.